Bunaqa qiluvdi, bunaqa qiluvdi. Man hech nimani Besh so'm o'tsin. narsa gapirmadim. Alimentni bermaydi 5 dedim. so'm 10 so'm. Isqir, nimaga bermayotganimni aytmadingmi? Bilmadim, endi sizlar yaxshi yuribsizlar. Nimaga bermayapsiz? Va sen men shuncha yil jala amim yeb yashaganim, u nicho strashnovada. Endi ana 2-3 oydan beri normalni yurganim, bu senga tegib ketyaptimi? Shuncha yil siz ana nima deydi, g'urbat g'animatda yashagansiz, kayf qilib yashagansiz. Isqir, sen bilan qanaqa yashadimmi? Kayf qilib yashadimmi? Seni kimligingni bilib turib, seni isqirtligingni bilib turib, men kayf qilib yashadimmi? Nima sen aytmading anaqa yoki men xiyonat qilganman 2 marta. Shu mana shu pas keyin meni kechirgan, keyin yana qabul qilgan xotinim degan deb aytmading yoki borini aytmading. Hech qanaqa gaplashish kerak sen bilan? Qanaqa gaplashish? Sen meni intervyumni ko'rdingmi? Sen ko'rdingmi meni intervyumimni? Nima deganman? Nima deganman? Yomonlamayman bu. Kambag'allikda chiqqan qiz, to'ydirib bo'lmaydi, uni degan gapsiz. Och bo'ladi-da, och bo'ladi ko'pchilik. Yo senga aytilmagan u narsani. Yo senga aytilganmi? Yo'q. Menga aytilgan shekil. Sen tupaya. Sen tupayasan, g'irt. Sen intervyu berganingizni men chidab o'tirdim. Shuncha adreskalarni tarqab, kayf qilib 1 oy, 2 oydan beri kayf qilib yuribsiz, oqibatlarni avval. Nimaga endi haqiqatni gapirganingiz chidolmayapsiz? Qayerda haqiqat? Bitta aliment. Qani haqiqat bu yerda? Qani haqiqat? Qani haqiqat? Alimentni Chimo